Xo'p, kelin bola, profilni bu yoqqa berib olamiz. Yaxshi. Endi kuyov bola, siz yaqinroq kelasiz. Yelkalardan ushlaymiz. To'y fotosessiyalarida eng ko'p uchadigan holat kelin va kuyov hayajonlanishi. Bunaqa paytda fotograf kadr ortida emas, odamlar orasida bo'lishi kerak. Suv bu oddiy detal, lekin hayajonni yengishda ancha yordam beradi. Bilaman, sizlarda bugun hayajonli kun, lekin qanaqadir imtihon emas. Bugun sizlarning kuninglar. O'shanga bemalol o'zinglarni erkin his qilib rasmga tushsanglar, ertaga albomda ham rasmlaringiz yaxshi chiqadi. Men sizga ko'rsatmoqchiman. Xohlagan uslubingizda rasmlar olishingiz mumkin. Moshit bunaqa. Qarangchi. Bunaqa hayajonli vaziyatlardan chiqib ketishi yana bitta yaxshi yechimi kelin-kuyovga referenslarni ko'rsatish. Odam nimani kutayotganligini bilsa, hayajon kamroq bo'ladi. Xo'p, bizga mana bu va mana shu uchalasi ma'qul keldi. Bo'ldi, hozir mana shunday qilib rasmga olamiz. To'y fotosessiyasida vaqt kam bo'lganligi hisobiga vaziyatni o'z qo'limizga olamiz, kelin-kuyovni urintirmagan holatda. Boshlaymiz. Uy sal oxirroq surilasizda, egilibroq, yuzlariga yaqin kuyov bo'ladi. Yaxshi to'y surati xotirani his qilishdir. Biz insonlarni chiroyli ko'rsatishga emas, ularni o'zlari bo'lib qolishlariga yordam berishimiz kerak. Sizlar bilan fotograf Sardor Azimov edi. Bizning rasmiy sahifalarimizga obuna bo'ling va bizlarni kuzatishda davom eting.